O'rtoq bilasanmi? Yandexda ishlagan okaxonlar orasida bitta gap yuradi. Qanaqa gap yurar ekan? Batxalsa soat 3-4 da ham zakaz tushadi. Telefon bor, manzil bor, lekin klient bo'lmas ekan. Joningga tegmadimi shunaqa gaplar? Masalan, har kuni kechki payt qo'rqinchli kino ko'ryapsanmi? Kechada oxirigacha. Haydovchi manziliga borganda zakaz atmay bo'lmaydi. Telefon qilsa hech kim ko'tarmaydi. Manzilga chiqqanda hech kim yo'q. Xo'sh, keyinchi Yandex ilova chatidan bitta SMS kelar ekan. Nima degan SMS kelar ekan? Orqangga qarama degan SMS keladi o'rtoq. Bo'pti, endi to'g'risini aytaqa qo'rqitmoqchimisan meni hozir shu yerda? Eng yomoni hali bu emas. Unda nima? Bir nechta haydovchi keyin zakazlarni istoriyasiga kirib qarasa, o'sha kechki paytga tushgan zakaz spiskada bo'lmaydi. Men hech narsa buyurtma qilmaganman-ku. Qarab ko'r, mashina turganda tashqarida. Unda nimaga tashqarida mashina turibdi? Mijoz tashqarida emas, u shu yerda.